3 yıldan buyon izdirgini qilolmagan ailesi ve tuqqanlarının rəsmləri çürülgen maykalarını kiygen Uygurlar tönögün İstanbul Taksim meydanındaki Atatürk abidəsinin aldıda xatirə rəsm düşməkçi bolğanda saqçılarının tosqunluğa uçurdu. Saqçılar tiniş şekilde ve səhiyyə qaydalarına uyğun halda fəaliyyət qılıbatqan Uygurlarının kimligini tekşürüş bilenlə qalmay, ularının yenini aqtırdı ve fəaliyyətə tosqunluq qıldı. Axırda ularning rəsm çürülgen maykalarını selib etişi yoki tətir kiyilishi şərti bilan Taksim meydanidan ayrılışıga yol qoydu. Bu məsələni kun tərtibga elib kelgan Türkiye İyi Partiyasının parlamenti İbrahim Halil Oral ommaviy taratqu hesabida ailesi Xitayning ziyankeşligiga uchirgan bu kishilarning harakatiga aralashish ve ulardan maykasini tətir kiyishni talab qilish qabul qilg'ili bo'lmaydi. İstanbul Baş Saqçı İdarəsi ve İçki İşlər Ministri Sulayman Soylu bu mesele toğrusida bayonot beriş gerek. Şərqi Türkistan bizning canimiz. Canimiz Türkiye'de bolsumu köymüsün dedi. Angliyada yaşaydigan Uyghur faoliyatchilar ve Xitoy o'qituvchilari Xitoy doiralari tarafidan kuzatayotganligini o'tirib qo'ydi. Ular oila tabovatlarining Xitoy hukumatiga qarshi harakat qilishini oldini olish uchun tahdid vositasi sifatida ishlatilganligini aytdi. Angliya Telegraf gazetining xabariga qaraganda, Angliyada Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi faoliyat elib berayotgan Uyg'ur aktiv Aziz Aysa Algun onasining besim ostida qolganligi haqida ba'zi uchurlarni topshirib olgan. Xabarda bu uchurlarning uning bilan aloqa qilmoqchi bo'lgan Xitoy jasuslari tarafidan avatilganligi va ularning bu usullar bilan uning faoliyatini to'xtatishni maqsad qilganligi o'tirib qo'yilgan. Aziz Aysa Algun Xitoy hukumatining o'ziga qarshi fikri va faoliyatlarini jimoqtirish uchun oilasini bir xil go'rga yoki tahdid silish vositasi sifatida ishlatganligini aytdi. Düşənbə günü Xitay Kompartiyası üçün 40 yıldan buyon kadr tərbiyələb bergen Mərkəzi Partiya Məktəbinin sabiq professori Seyşiya partiyadan qoğlanğan və pensiya təminatını bekar qılğan. Bu yıl kirgəndən buyon Xitay Kompartiyasının içki və taşqi ziddiyatları köpəyib, Xi Jinping mo kirsizga duch keldi. Məktəbning uqtirishida oningda ağır siyasi məsələlər var və dövlətning inovatiga ziyon yetkazadigan so'zlarni qilgan deyilgan. Seyşiya bu yıl Xi Jinpingni yo'qotish mazmunidagi ön xotirasi sababidan kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Ön xotirasida u Xi Jinpingni qari jamiyat choykisi, Kompartiyani siyosiy zo'migar deb atagan va Xi Jinpingdan istifa berishini talab qilgan. Xitoy partiya maktabining uqtirishida Seyşiyani atalmış partiyaning siyosiy va tashkiliy nizomiga og'ir xiloflik qilganligi, davlat organlari xodimlarining harakat nizomiga xiloflik qilganligi o'tirib qo'yilgan. Markaziy partiya maktabining maktab ishlari komiteti Seyşiyani Xitoy Kompartiyasidan qo'llab chiqarish va pensiya ta'minotini bekor qilishni qaror qilgan. Egilinishçe, Amerika bilan Xitoy o'tirsida elib berilishi mo'ljallangan savdo kelishimiga doir yig'in muddatsiz kechiktirilgan. Bloombergning bu temaga yaqin manbalarni naql keltirgan xabariga qaraganda, Amerika bilan Xitoy 15 avgust telegraf yig'ini orqali birinchi bosqichlik savdo kelishimini baholab chiqishni planlagan bo'lib, bu yig'in muddatsiz kechiktirilgan. Bu uchrashishning Amerika savdo vakili Robert Lighthizer, Amerika moliya ministri Steven Mnuchin va Xitoyning muavin bosh ministri Liu He o'tirsida elib berilishidan mo'ljallangan edi. Amerika prezidenti Donald Trumpning yuqori darajalik iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow payshanba kuni savdo suhbatining nihoyatda o'ngishli bo'layotganligini, ikki davlat o'tirsidagi ziddiyatning kuchayishining savdo kelishimiga xatar elib kelishiga bo'lgan andishalarni pasaytirish uchun telefon yig'ini o'tkazilganligini aytgan edi. Amerika Mərkəzi Axbarat İdarəsinin bir sabiq xizmətçisi Xitoyni məxfi uçur bilan ta'minlash jinoyati bilan qo'lga oldi. Amerika Adliya Ministerligining bayonotida 67 yoshlik Alexander Yu Chengmaning Xitoy amaldorlarini yuqori darajalik axborot uchurlari bilan ta'minlash jinoyati bilan 14 avgust qo'lga ilinganligi o'tirib qo'yilgan. Bayonotda Hong Kongda tug'ilgan Amerika fuqarosi Maning 1982 yili Amerika Markaziy axborot idorasi uchun xizmat qilishga boshlaganligi va savdo kelishimini o'z ichiga olgan yuqori darajalik maxfiy uchurlarni 2001 yili martda Hong Kongdagi bir mehmonxonada Xitoy amaldorlariga yetkazib berganligi ta'kidlangan.
Amerika prezidenti Donald Trump faoliyatini Xitoydan Amerikaga elib kelgan shirkatlarga bojda e'tibor beradiganligini e'lon qildi. Trump saylan faoliyati jarayonida so'zlagan bir nutqida Xitoyda faoliyat qilayotgan Amerika shirkatlarini Amerikaga qaytishga chaqirdi va biz faoliyatini Xitoydan Amerikaga elib kelgan shirkatlarga boj kamaytimiz dedi. Amerikaning Xitoy virusi vaksinasini tepishga intayin yaqin ekanligini ta'kidlagan Trump, biz Xitoy virusini mag'lub qilamiz dedi.